Assalomu alaykum. Ahmadjonuz kanalining ashaddiy obunachilari hamda bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar. Akalar, bugun biz Namangan viloyati Namangan tumani Optimchilar, Afzonchilar qishlog'i, Tepao'rg'on qishlog'ida. Xudo xolasa, bugun video syomka ham zo'r bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, xudo xolasa qo'yiladi va vobshe zo'rlardan chiqadi. Hurmatli obunachilar, bugun hafta kuniga shanba 2026-yil 16-may. Bugun xudo xolasa Hasanboy do'stimiz xonadonlarga yetganmiz. Assalomu alaykum Hasanboy. Assalomu alaykum Ahmadjon, kanalimiz obunachilari. Hammalar yaxshimisizlar? Bugungi qo'yiladigan uttar va zo'rlarda yig'ib qo'yganman. O'zim yoshligida Qirg'izistondan olib terib o'tganman. Eng zo'rlari bo'ladi bugun faqat. Gap yo'q Hasanboy. Birinchi partiyamizga tiyashanni. Obunachilar videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, xudo xolasa qo'yiladi haqiqiy zo'rlardan, go'zallardan chiqadi deyapti. Obunachilar qo'shqadi, razlariga qaranglar. Oyoq kiyimlariga qaranglar, hurmatli obunachilar, stakan yo'q. Baquvvat oyoq, mana kassaklar ham baquvvat, hurmatli obunachilar, qo'shqadi. Yungini qaranglar. Buni garbonosiga o'zlaring bitta e'tibor berib ketinglar, hurmatli obunachilar, mana. Tishini bitta ko'rsatib qo'yingchi aka. Mana hurmatli obunachilar, qo'zi hali jonivor. Hali qo'zi-yu, lekin haqiqiy go'zal ekan, hurmatli obunachilar. Yunglar olib qo'yilgan, toza, olib boqadigan varianti. O'zlaring tarbiyalab qo'ya qo'ysadan haqiqiy udor bo'ladigan varianti, hurmatli obunachilar. Hali qo'zi narsa, lekin ikki tishga chiqqandan keyin sog'liqqa qo'ysadan haqiqiy go'zal bo'ladi. Hozir ham qo'ysadan bo'ladigan variant, hurmatli obunachilar. Hop, buni yoshliklari qanaqa? Endi xudo xolasi 10 oylikdan o'tdi. 11 oylikqa boray dedi. 11 oylikka yetib boray dedi, hurmatli obunachilar. Mana 11 oylik bo'lay dedi. Bo'ybaslarini nechiga berasiz? Bo'ybaslari 90 ga olishaveradi. 90 ga olishaveradi. O'lchanga. Xotirjam, mana hurmatli obunachilar, 90 pillisga olar ekansizlar. Xudo xolasa qo'yda haqiqiy go'zaldan, tiyashandan olib boqamandagi obunachilarim uchun mana haqiqiy go'zaldan chiqdi mana. Hurmatli obunachilar, qo'shqarni qaranglar, haqiqiy go'zal. Dumbarazlariga ham o'zlaring bitta baho berib ketinglar, hurmatli obunachilar. Yunglar olib qo'yilgan, tozasi, haqiqiy go'zal mana. Buni bo'ladigan narxida Hasanboy narxini ham chiroyli qilib chiqarib beringchi. Endi shu obunachilaringizga narxni sindirib, Kanalimiz yangi Hasanboy, deb turing. Kanalda yangisiz, siz ham obunachilarga xudo xolasa narxini chiroyli qilib chiqarib bersangiz, vobshe zo'r bo'ladi. Hasanboy kanalga bitta like bosib obuna bo'lib qo'yishadi. Faqat siz obunasinglar uchun. Meni obunachilarim uchun, Ahmadjon o'z kanalining obunachilari uchun. Narxini bitta chiroyli qilib chiqarib beringchi o'zingiz. 10 million 500 mingga faqat siz obunachilaringizga. Qolganlarga 11 million. Siz obunachilaringizga 10 million 500. 10 million 500 ming. Hurmatli obunachilar, 10 million 500 mingga arziydimi, arzimaydi? 10 million 500 ming emas, 10 million so'mga Samarqandgacha besplatni dastavkasi bor deb turing. Telefon qilishadi, o'tib ham berasiz. Faqat siz obunachilaringiz uchun shu narx xolos. Qolganlarga 11 million so'mdan. Gap yo'q. Mencha o'z kanal obunachisi men shuni ko'rib telefon qildim deganlarga 10 million xayriyam bor. Gap yo'q, mana hurmatli obunachilar, 10 million so'mga xayriyam bor deyaptilar. Xudo xolasa ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar, lekin haqiqiy go'zal qo'y, narxi ham vobshe zo'r bo'ldi, hurmatli obunachilar. O'ylanmay aloqada bo'lasizlar, hurmatli obunachilar, ekrandagi nomerlarga. Biz keyingi partiyaga o'tamiz, ketdik. Obunachilar, ikkinchi partiyamizga ham oq yuzidan, tozasidan chiqdi-yu mana. Qo'chqorni qaranglar, qo'chqor gaptidan like qizartirib qo'yinglar, hurmatli obunachilar. Haqiqiy go'zaldan. Buni dumbarazlarni ham ko'rsatib qo'ying. Mana obunachilar, qo'chqorni qaranglar, haqiqiy go'zalidan. Oyoq kiyimlari ham haqiqiy dakansa, hurmatli obunachilar. Razlezlari ham o'ziga yarasha mana. Dumpim aralashmagan mana. Yunglarni qaranglar, bo'ynilari ham haqiqiy molni bo'yniga o'xshagan, hurmatli. Qo'chqorni oq yuzidan, tozasidan olib boqaman degan obunachilarim uchun ideal bo'ladigan variantlar. Hop, Hasanboy, buni ma'lumotlarni o'zingiz bering. Hop, tishlari qanaqa? Bu qo'zimi, ikki tishmi? Yoshliklari qanaqa Hasanboy buni? Yoshliklari hali buni qo'zi aka. Hop, qo'zi, hop, oyligi qancha? 11 oylik bu. Nargilachicha oldik ekan 11 oylik. 11 oylik atrofida ekan mana, hurmatli obunachilar. Lekin qo'chqori haqiqiy go'zal, mana badanlari ham bor, hurmatli obunachilar, og'rib qo'ymas. Junglari ham o'ziga yarasha yarashgan, hurmatli obunachilar. Mana qo'chqorni qaranglar, lekin go'zal ekan. Oq yuzdan olib boqaman degan obunachilar uchun mana Qirg'izistonning tamg'asi ham bor ekan, hurmatli obunachilar. Mana qaranglar, qo'chqorni oq yuzi. Hali qo'zi, to'shlarni qaranglar, to'shlarni. Oldi oyoq kiyimlarini qaranglar, hurmatli obunachilar. Haqiqiy go'zal-yu. Buni bo'ylari qanaqa Hasanboy? Bo'ylari 90, 85 pilsga olaveradi. Qo'ydi bo'yi 90 chiqadi, 85 pilsga olishaveradimi? 5 pils siz obunachilaringizga bonus. Gap yo'q. Молодец. Obunachilar bittadan like tirsilat qo'ysalar, xudo xolasa 85 pilsda olar ekansizlar. Hop, buni bo'ladigan narxidan, narxini bitta chiroyli qilib chiqarib bering o'zingiz. Bo'ladigan narxi. Bo'ladigan. Ahmadjon. Bo'ldi, gap yo'q. Siz obunachilaringizga 9 million 500 mingga Samarqandgacha dastavkasi bor. 9 million 500 mingga telefon qilishadi, hayron qilib beradi.
siz obunachilaringiz uchun xayri bor, qolganlar uchun yo'q. Gap yo'q Hasanboy. Hurmatli obunachilar, mana ekrandagi nomerlarga aloqa ochib qolasizlar. 9,5 million so'mga Samarqandgacha besplatniy dostavkasi bor ekan mana. Qo'chqori lekin guli, haqiqiy brendlar hurmatli obunachilar mana. Tozasini olib boqaman degan obunachilarim uchun qo'ya qo'shgan. Yeb ichishlarga garantiyasi bor-a buni? Yeb ichishga garantiyasi bor. Mana hurmatli obunachilar, yeb ichishga bir hafta garantiyasi bor ekan. Xudo xolisa o'ylanmay aloqa ochib qoladigan payt hurmatli obunachilar. Bosib oladigan joy dedi-yu, xudo xolisa ekrandagi nomerlarga aloqa ochib qolasizlar. Biz keyingi partiyaga ketdik. Obunachilar, 3-partiyamizga ham Qo'chqor haqiqiy go'zalidan, tozasidan olib boqaman degan obunachilarim uchun haqiqiy zo'ridan chiqdi mana. Qo'chqor yungiga e'tibor beringlar, hoji aka. Qo'chqor yungini qarang, haqiqiy tozasi-yu mana. Yelka kengliklarini qaranglar, haqiqiy keng variantlar hurmatli obunachilar mana. O'rtaroq qoling Qo'chqorni. Mana hurmatli obunachilar, razrezlari ham dakanza, haqiqiy oyoq kenglari ham go'zal mana. Stakan tuyoq, kassaklar baquvvat, garbonosi bor. Xo'p, mana to'shlarni qaranglar, haqiqiy ot to'shiga o'xshaydigan variantdan. Baldog'i ham bor ekan, hurmatli obunachilar mana. Hop, Qirg'izistondan o'tgan tamg'asi bor. Bular Qirg'izistondan o'tgan Hasanboy? Ha, Ahmadjon, men sizga boshida aytganimdek, faqat Qirg'izistondan o'zim bitta terib kelgan qo'ylar. Gap yo'q. Zo'rlar faqat. Gap yo'q. Obunachilar mana bitta Qirg'izistondan terib o'tilgan ekan mana. Qo'chqorlarga haqiqiy go'zallar bilan bitta olingan ekan mana. Qo'chqorni qaranglar, haqiqiy go'zal. Buni bo'ybaslarini nechiga beramiz? Buni bo'ybaslari 90-85 plyusga olishaveradi. Sizni faqat obunachilaringiz. Gap yo'q Hasanboy. Bittadan like bosib qo'yinglar, hurmatli obunachilar mana. 85 plyusda oladilar deyaptilar. Xudo xolisa, buni yosharligi qanaqa ekan? Yosharligi endi 2 tishga chiqdi. Yaqinda 2 tishga chiqdi. O'zim yoshligidan baqib kelyapman. Gap yo'q Hasanboy. Mana hurmatli obunachilar, qo'ziligida olingan ekan, endi 2 tishga chiqdi, lekin haqiqiy qo'lda ham turadigan variantlar ekan mana hurmatli. Ancha o'rganib qolibdi. Haqiqiy tarbiyani zo'r beribsiz. Gap yo'q. Sizlar Hasan Husan akasizlar-a? Ha, Hasan ikkalamiz. Ikkovlaring boqqanmisizlar? Mehr berganmiz. Gap yo'q. Obunachilar otangga rahmat deb kommentariyada o'z fikrlarini qoldirib ketinglar. Hasan Husanlardan qo'ya olaman degan obunachilarimiz uchun mana chiqdi mana. Obunachilar o'ylanmay aloqada bo'lasizlar. Buni bo'ladigan narxini ham bitta chiroyli qilib chiqarib bering. Bo'ladigan narxi 9 million 500, siz obunachilaringizga 9 million 200 qilib beraman. Yo, ekis ketmaydi, keng qo'ldirim. Ahmadjon, 9 million so'mga deb turaman. Samarqandgacha dastavkani berasiz, telefon qilishadi, o'tib ham berasiz. faqat siz obunachilaringiz uchun 9 million, qolganlar uchun 9 million 500. Bor aka. Hurmatli obunachilar, mana 9 million so'mga Samarqandgacha besplatniy dastavkasi bor ekan mana. Ekrandagi nomerlarga o'ylanmay bosib oladigan joy, hurmatli obunachilar, o'ylanmay aloqada bo'lasizlar. Xudo xolisa qo'ylarning haqiqiy zo'r bo'lyapti. Kanalda bunaqa narx bo'lmagan, haqiqiy bomba video bo'ladi deb aytdilar, haqiqiy bomba bo'lyapti. Obunachilar, biz bo'lmasa keyingi partiyaga o'tamiz. Ekrandagi nomerlarga o'ylanmay aloqa ochib qolasizlar. Ketdik. Hasanboy oxirgacha ko'rsalang, haqiqiy go'zallikda chiqadi dodingiz. Haqiqiy zo'ridan chiqadimi? Ahmadjon, sizni obunachilaringiz uchun kabagida saqlagan eng go'zalini olib qo'yganman. Qani bitta ko'rsating obunachilarga. Obunachilar, Qo'chqorni qaranglar, haqiqiy go'zallar mana. Yungiga e'tibor beringlar, toni ham haqiqiy go'zal. Hurmatli obunachilar, mana kallalarini qaranglar, quloqlari ham o'ziga yarasha mana. Kallasi kattaligi uchun qulog'i yaxshi ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin, lekin kelib ko'raman desalaring, Telegramda lakasida ishlab berasiz-a? Bo'ldi, kelaman degan odamlarga lokatsiyasi bor. Mana obunachilar, Qo'chqor turishini qaranglar, haqiqiy go'zal-yu mana. To'shini qaranglar, oldi yo'qinglar, haqiqiy go'zalini, tozasini olib boqaman degan obunachilarim uchun haqiqiy ideal bo'ladigan variantlar. Hop, buni bo'ybaslari qanaqa? Bo'ybaslar 85 ga olishaveradi obunachilaringiz. 85 ga olishaveradi? Ha, 85. Mana hurmatli obunachilar, 85 ga oladigansizlar, lekin dumba razrezlari dakansa belgacha razrez degani shunday ekan mana hurmatli obunachilar. Qo'chqorli haqiqiy lideri, brendi, bir so'z bilan aytganda ideal ekan hurmatli obunachilar. Mana Qo'chqorni qaranglar, hop. Buni yoshliklari qanaqa? Ahmadjon, bu hali qo'zi. Hali bu ancha katta bo'ladi. Mana hali qo'zi ekan. Zapasi ham ancha ekan mana hurmatli obunachilar, zapasini qaranglar. Hop, yoshligi necha oylik dedingiz? Yoshligi hali qo'zi 10 oylik. 10 oylik. Xolasa bu hali o'sadi. Xudo xolasa mana hurmatli obunachilar, o'zlarini tarbiyalab katta qilib, xudo xolasa sog'liqqa qo'ysalaring, bundan tushgan bola ham haqiqiy 2000, 1,5 ming bo'ladi, xudo xolasa hurmatli obunachilar. Sog'liqda zo'ri bo'lsa Qo'chqorni haqiqiy go'zalidan chiqdi mana, lekin haqiqiy chiroylisidan. Hop, buni bo'ladigan narxida Hasanboy. Qo'y o'zini vaqti ekan lekin. 8 million 700 deyman. 8 million 700? 8 million 8 million 700 emas, 8 millionga berasiz. Keyin Hasanboy 8 million emas, 8 million 200 ming qilib berishadi obunachilarimiz. 8 million 700. Yo'q, Chiqcha qo'shing Ahmadjon, bu to'g'ri kelmaydi qo'y. Obunachilar taraf bo'lyapman mana, obunachilar, lekin Qo'chqor haqiqiy go'zal ekan. Bitta gap gapiraman. Bo'ladigan qilib chiqaraverasiz Hasanboy buni. Qo'yingiz lekin haqiqiy go'zal ekan.
8 million 500 ming so'mga Samarqandgacha dastak qilib berasiz, telefon qilishadi, xayrini ham qilib berasiz. Bo'ldi, 8 million 700 dan kam yo'q demoqchi edim, lekin Ahmadjon o'z kanali obunachilar uchun 8 million 500 ga berdim. 8 million 500 ming so'mga bor beradi. Bor. Faqat siz obunachilar. O'tib ham berasiz, telefon qilishadi, o'tib ham berasiz. Telefon qilsa xayri bor. Mana obunachilar mana 8 million 500 ming so'mga telefon qilsa o'tib ham beraman deyapti. Lekin Qo'chqor puli shunday qaranglar, haqiqiy go'zali-yu. Mana. Dadan like deb bosib qo'yinglar, hurmatli obunachilar Qo'chqor. Ekrandagi nomerlarga o'ylanmay aloqada bo'lasizlar. Haqiqiy bosib oladigan joyidan bo'ldi, hurmatli obunachilar mana. Hop, Hasanboy uyda ham